Növətdə Türkiye İstanbul Başakşehir komandasida top oynayotgan Senegallik futbol çolpani Dembaba Angliya BBC to'rining ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar haqida chaqiriq qildi. 35 yoshli futbolchi BBCning ziyoratini qabul qilganda dunyoning Uyg'ur musulmonlari uchrayotgan zulm va bostirishlarga sukut qilishini tanqid qildi. Hamda butun dunyoning Uyg'urlar uchun birlashishini umid qilaman. Dunyoning musulmonlar uchun birlashganini qachon ko'ramiz dedi. Dembaba yana Mas'ud O'zil Uyg'urlarni qo'llab uchur yo'llagandan keyin Xitoy ishxonasi va restoran zanjiri bo'lgan Arsenal komandasining futbolchisini qo'llamaganligini eslab o'tdi. O mundaq dedi. Qora tanliklarning hayoti muhimdir degan faoliyat iqtisodiy xavf ilib kelgan bo'lsa, amalga oshmagan bo'ladi. Arsenal bu harakatni qo'lladi, ammo Uyg'urlarga kelganda sukut qildi. Chunki iqtisodiy besim his qildi. Iqtisodiy manfaat bo'lganda ba'zi kishilar ko'zini yumib oladi. Pul insonlarning qimmat qarashidanmi muhim bo'lib qoldi. Meningcha klublar to'pchilarga bundaq ishlarga aralashmaslik uchun nurg'un besimlarni qilyotdi. Ammo adolatsizlikni o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz, qandoqsiga harakat qilmaysiz. Türkiye Büyük Birlik Partiyasının reisi Mustafa Destici Efendi, agar Xitoy hukumati Sharqi Turkistonda yashaydigan musulmonlarga ziyonkashlik qilishni to'xtatmasa, Türkiye Büyük Millat Majlisi Xitoyga qarata embargo qarori chiqarib, bu qarorni darhol yo'lga qo'yishi kerak dedi. Mustafa Destici Sharqi Turkistondagi yo'ldoshlari, bolalari va urug' tuqqanlari bilan aloqalasha olmagan hamda bu vaqtda o'zlaridan yordam talab qilgan Sharqi Turkistonlik ayollar va bolalarni partiya markazida kutib olganda yuqorqi so'zlarni qildi. Destijini ziyorat qilgan Uyg'urlar Sharqi Turkistonda ishg'olchi Xitoy tarafidan yig'ilish lageri yoki turmaga qamalgan yaqinlari haqida ma'lumot berdi. Mustafa Destiji Efendi mundaq dedi. Xitoyning ziyonkashligidan qochib davlatimizda panohlanayotgan Sharqi Turkistonda qarindoshlarimiz bosh shtabimizda bizni yo'qlab, erlari va bolalarining Sharqi Turkistondagi ahvollarini so'zlab berdi. Biz oxirgi nafsimizgacha bu ishning peshini qo'yib bermaymiz. Xitoydagi ijtimoiy taratqulardan ma'lum bo'lishicha, Xinjiang Universiteti Filologiya institutining professori Abdukerim Rahman 2020-yil 18 avgust kuni vafot bo'lgan. Marhum haqidagi uchurlarda uning ziqi kesili bilan Urumchi vaqti atdigan soat 8larda Urumchida 80 yoshida vafot bo'lganligi tilga ilingan. Musabit xabari tarqalgandan keyin muhojiratdagi Uyg'urlar, bo'libmi marhumning kasbdoshlari va o'quvchilari bu peshqadam ustozga bo'lgan cho'nqur qayg'ularni ifodalagan. Marhum Abdukerim Rahman 1940-yil Qashqarda tug'ilgan. 1964-yildan boshlab Xinjiang Universitetida uzun yil Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti darsini bergan. 1980-yillarda adabiyot fakultetining mudirlik vazifasini o'tagan. U yana Uyg'ur folklori tadqiqoti bo'yicha tunji qatim tadqiqotni boshlagan mutaxassis hisoblandi. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Xitoy kompartiyasi ichida keng ko'lamli qarshilikqa duch kelganligi, ammo partiya ichidagi intizom jazosi va cheriklik bilan ayblanishdan qo'rqib ko'pchilikning buni ifodalashga jur'at qila olmaydiganligi ilgari surildi. Muhofizat gezitining xabar qilishicha, yuqori darajalik amaldorlarni tarbiyalaydigan Beijingdagi Markaziy partiya maktabining sobiq professori Cai Xia, Xi Jinpingni tanqid qilgan so'zlari sababli bu haftaning boshida partiyadan qo'g'lab chiqarilgan bo'lib, u partiyadan ayrilganligiga qo'shal ekanligini bildirgan va Xi Jinpingning Xitoyni halokat yo'liga boshlayotganligini aytgan. Partiyadan qo'g'langandan keyin Xitoydan ayrilgan Cai Xia, Xi Jinpingning rahbarligidagi Xitoy Kommunistik partiyasi Xitoyning olg'a ilgarilishidagi kuch emas. U hatto Xitoyning olg'a ilgarilishiga Men ishonamanki, men partiyadan ayrilishni xohlaydigan birdan-bir odam emas. Texim ko'p kishilar partiyadan chekinishni yoki istifa berishni xohlaydi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus yozma bayonotida mundaq dedi. Xitoy Kommunistik partiyasi 1984-yili imzolangan Xitoy Angliya birlashma xitobnomasiga asosan Angliya va Hong Kong xalqiga va'da bergan Hong Kongning oliy avtonomiyasini yo'qotadigan ishlarni qildi dedi. Amerika prezidenti Donald Trumpning buningdan keyin Hong Kongga bir davlat bir sistema bo'yicha Xitoyga o'xshash muomala qiladiganligini bayon qilgan Ortagus, biz bugun Hong Kong doiralariga 3 dona ikki tarafli kelishimning to'xtatilganligi yoki bekor qilinganligini uqtirdik dedi. Ortagus bu kelishimning qochqin jinoyatchilarni qo'lga olish, jinoyatchilarning qaytarilishi va paraxotlarning xalqaroliq tijoratidan kirgan kirimdan o'zaro bosh kechirim qilishni o'z ichiga olganligini tilga ilib mundaq dedi. Biz bosgan bu qadamlar Beijingning Hong Kong xalqining erkinligiga daxl tarus qildigan davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yish qaroriga qarata cho'nqur andishimizni ifodalaydi.